Bir ayol turmush o'rtog'ini tekshirmoqchi bo'libdi-da. Turmush o'rtog'i ishdan kelishiga yaqin ortig'i bilan yashay olmasligini, muhabbati ado bo'lganini va uyini tashlab ketganini ifodalovchi maktub yozibdi. Maktubni xontaxtaning yuziga qo'yib, turmush o'rtog'i nima qilishini tomosha qilish uchun shkafning ortiga berkinibdi. Turmush o'rtog'i kelib, maktubni ko'rib, uni o'qib bo'lgach, u ham bir maktub yozib, xontaxtaning ustiga qo'ydi. Va ortidan raqsga tushib, juda xursand kayfiyatda kimgadir qo'ng'iroq qildi. "Alo, gulim qaraysan. Senga xush xabarim bor. U uyni tark etibdi. Ortiq oramizda hech qanday monelik yo'q. Hozir tezda oldinga boraman" deya shoshilgan uydan chiqib ketibdi. Shkafning ortiga yashiringan ayol juda ham mahzun, ko'zlaridan shashqator yoshlar oqizgancha tashqariga chiqdi va er yozgan maktubni o'qidi. Maktubda shunday so'zlar yozilgandi: "Oyoqlaring ko'rinib turibdi-ku, Humayra. Choy damlab tur. Men mashinadan ovqatni va shirinliklarni olib kelaman" degan ekan.